yangi O'zbekiston qiyofasi kirib borayotgan 33 ta tuman va 330 ta og'ir mahallani belgilab oldik. Bu tumanlarning har biriga 100 milliard so'mdan, 330 ta mahallaning har biriga esa 5 milliard so'mdan mablag' ajratdik. Jahon banki va Islom taraqqiyot bankidan jalb qilingan 100 million dollar ushbu maqsadlarga qaratiladi. Bundan tashqari ushbu tuman va mahallalardagi driver loyihalar infratuzilmasi uchun yana 2 trillion so'm beriladi. Umuman bu dastur uchun 7 trillion so'mdan ziyod mablag' yo'naltiriladi. Viloyat tuman hokimlari faqat respublikadan mablag' berilgan shu mahallalar bilan ishlaymiz deb o'ylamasin. Viloyat hokimlari o'zi ham ikkitadan, tuman hokimlari esa bittadan og'ir mahallani belgilab 5 milliard so'mdan topib ularga yangi O'zbekiston qiyofasini olib kirish mas'uliyatini oladi. Bu degani yana 236 ta mahalla aholisi turmushida keskin o'zgarish bo'lishidan dalolat.